Oltinchi masala. DNKning birinchi zanjiri quyidagi ketma-ketlikda bo'lsa, undan sintezlangan RNKning nukleotidlar ketma-ketligini aniqlang. DNKning birinchi zanjiri quyidagi tartibda joylashgan. E'tibor qiladigan jihatimiz aynan mana shu DNKning birinchi zanjiridan informatsion RNK zanjiri sintezlangan. Shuning uchun bu zanjirdan informatsion RNKni sintez qilsak, adeninga urotsil, guaninga sitozin, timinga adenin, sitozinga guanin, guaninga sitozin, adeninga urotsil, timinga adenin, adeninga urotsil, guaninga sitozin, sitozinga guanin bo'ladi va mana shunday ketma-ketlikda joylashgan bo'ladi. E'tibor qiladigan jihatimiz informatsion RNKda timin bo'lmaydi, timinning joyiga urotsil uchraydi.